Assalomu alaykum soliq qo'mitasi. Kechadan buyon san'atkorlarga soliq solish kerak degan mavzu aylanyapti. Men o'zimni arizamni, ya'ni norozilik arizamni yozib qo'ydim va shuni o'qib bermoqchiman. Bu qaror loyihaga qarshimiz. Xalqni foydasiga ziyon. San'atkorlarga yurtboshimizning va'dasi bor. Soliqchilar soliq solamiz deganda men yo'q deganman degan. To'lov undirish va miqdorini joylashgan hududiga ko'ra belgilash zaruriyati ko'rsatilmagan. Shuningdek, joylashgan hududiga ko'ra to'lov undirishda raqobatga bevosita ta'sir o'tkazadigan holatlar baholanmagan. Shu bilan birga boshqa turdagi barcha yakka tadbirkorlarga berilayotgan kafolatlar bilan bularga qo'llanadigan yangi soliq turining qiymati notengligi keltirib chiqaradi. Bu narxlar san'atkorlarning aksariyati xizmat ko'rsatish narxi bilan teng. Eng qiziq joyi misol uchun, har bitta tadbir uchun soliq inspektori yoki mas'ullar xizmat ko'rsatgani uchun yig'im to'laganligingizni tekshirish o'tkazish san'atkorlarni o'z muxlislari oldida yillar davomida yig'gan obro'yini to'kishga xizmat qiladi. Bu holatlar korrupsion holatini keltirib chiqaradi. O'zbekiston Respublikasining Prezidentining 2022-yil 13-iyuldagi 168 soni konsert, tomosha faoliyatini amalga oshiruvchi shaxslardan davlat bojini undirish hamda ularni soliqqa tortish tizimini takomillashtirish to'g'risidagi farmoni bilan qat'iy belgilangan soliqni joriy etish kerak. Bu qarorni har yil chiqarganda nima nafsilarga? Misol uchun aytyapsizlar, mana shu xalqni hozir nimaga o'rgatyapsizlar, bilasizlarmi? Hozir biz to'lamasak xalqqa murojaat qilib qo'yishibdi. San'atkorlarni bizga aytmay chiqqan to'yni aytgan fuqaroga sovg'a bor, ya'ni mukofotlanadi deb aytib qo'yibdi. Sizlar xalqni chaqimchilikka targ'ib qilyapsizlarmi? Bir-birini sotishga targ'ib qilyapsizlarmi? Qanaqa qilib hozir bizning avlodlarimiz ertaga bobolarimiz chaqimchilikka bosganmi? Ertaga bizning kelajagimiz kim bo'ladi? Bu hozir chaqimchilik borib уже boshlandi. Toshkentdan xato parkovka qo'ysang, уже rasmga olib tashab chaqimchilik bir-birini xatosini, aybini ochish уже bu borib отдельный bir kasbga aylanib qolyapti bu chaqimchilik degani, bir-birini sotish degani. Biz qachon bir-birimizni poddesha qilamiz? Qachon birlashamiz biz? Biz O'zbekiston erkaklarini, ya'ni xalqimizni qisqa qilib aytganda erkaklarning testosteronni tushirib qo'yapsizlar bunaqa narsalar bilan. Borib bu narsa katta pul, hozir ozgina pul miqdoriga pulni deb bizani misol sotishi mumkin xalqimiz. Ana to'yga keldi, men bu to'yga keldi deb xato parkovkani tushirib tashab ozgina bilan borib bu narsa katta pul, hozir ozgina pul miqdoriga pulni deb bizani misol sotishi mumkin xalqimiz. Ana to'yga keldi, men bu to'yga keldi deb xato parkovkani tushirib tashab ozgina pul evaziga qilyapti bu narsani. Ertaga sal chetroqdan bizani kimdir kelib shunaqa katta pulni evaziga yurtini sotadiganlar paydo bo'ladi. Sal o'ylanib chiqaringlar, bu matnni yozganda ozgina o'ylanib yozinglar. Bizni xalqimizni chaqimchilikka, bir-birini sotishlikka o'rgatish kerak emas. Nalog bo'ladimi, biz xalqni birlashib, bir-birimizni doim yonma-yon turib, mustahkam turib, qalqon bo'lishlikka o'rgatishimiz kerak. Biz hozir bitta nalogni deb endi bir-birini sotishga o'rgatyapmiz, chaqimchilik qilishga o'rgatyapmiz. Bizdan keyingi o'sib kelayotgan avlodlar shuni ko'rib katta bo'lyapti. Bu yana alohida bu kasbga aylanib qolishiga sizlar sababchi bo'lyapsizlar.